Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Hozir tabiatshunoslik darsi. Bugungi darsimiz qiziqarli o'tishi uchun kayfiyatimizni ko'tarib, aqlimizni charxlab olamiz. Keling bolalar, o'ynaylik. O'ynaylikda o'ylaylik. Qanday savol bo'lsa-da, topmay uni qo'ymaylik. Qani bolalar, ushbu rebus javobini topaylik-chi. Rebus javobini to'g'ri topgan bo'lsangiz, juda yaxshi, barakalla. Javobingiz to'g'ri. Rebus javobi magnit. Bolalar, bugungi darsimizning mavzusi magnit. Bu darsda magnitlarning xususiyatlari va qanday jismlar magnit xususiyatiga ega ekanini bilib olasiz. Darsimizning maqsadi magnitning xususiyatini aniqlash hamda magnitli xususiyati bor jismlarni aniqlash. Mavzumizning tayanch so'zlari magnit, tortishish va itarilish. Endi darslik bilan ishlaymiz. Rasmlarni kuzating. Negajon qanday ish bilan mashg'ul? U qanday tajriba o'tkazmoqda? Narsalarning hammasi magnitga tortilyaptimi? Bu rasmdan xulosa: magnitlar narsalarni o'ziga tortadi. Shuningdek, ular bir-biriga ham tortiladi. Endi Evrikani kuzataylik-chi. Evrikaning nima qilayotganiga e'tibor bering. Magnitlar bilan nima sodir bo'lmoqda? Bu rasmdan xulosa: ba'zan magnitlar bir-biridan itariladi. Men tadqiqotchiman o'yini. Bolalar, bugun biz bir nechta tajribalar o'tkazamiz. Birinchi tajriba: stakanning bir tomoniga qog'oz qisqichlarni sochib, stakan ostidagi magnitni harakatlantirish orqali qog'oz qisqichlarining siljganligini ko'ramiz. Ikkinchi tajriba: qattiq qog'oz yuzasiga kichik metall buyumlarni sochib, qog'ozdagi mayda narsalarning harakatlanishini ko'ramiz. Uchinchi tajriba: magnitning tortishish kuchi yog'och taxtaning orqasida o'tishi mumkinligini ko'ramiz. Juda yaxshi bolalar. Tajribamiz sizga yoqdimi? Bolalar, yodda saqlang. Magnitlar magnit xususiyatiga ega narsalarni o'ziga tortishi mumkin. Bolalar, siz bilasizmi? Katta elektromagnitlardan ba'zida og'ir yuklarni ko'tarishda foydalaniladi. Endi guruhlarga ajratish o'yini. Bolalar, rasmdagi narsalarni diqqat bilan kuzating va magnit xususiyatga ega bo'lgan narsalarni bir tomonga, magnit xususiyatga ega bo'lmagan narsalarni ikkinchi tomonga ajrating. Narsalarni to'g'ri ajratgan bo'lsangiz, juda yaxshi. Barakalla bolalar. Bugungi darsimizga xulosa: magnitlar magnit xususiyatiga ega bo'lgan narsalarni o'ziga tortadi. Temir va shunga o'xshash metallardan yasalgan buyumlar magnit xususiyatiga ega. Aziz bolajonlar, agar sizga dars yoqqan bo'lsa, barcha topshiriqlarni to'g'ri bajargan bo'lsangiz, mana shu qayiqning yelkanini yashil rangga bo'yang. Agar siz darsda muayyan bir qiyinchiliklarga duch kelsangiz, yelkanni sariq rangga bo'yang. Agar siz dars davomida vazifalarni bajarishda qiynalsangiz va o'qituvchining yordamiga muhtoj bo'lsangiz, yelkanni qizil rangga bo'yang. Shuning bilan bolalar, bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, sog' omon bo'ling.